Assalomu alaykum, hurmatli Techno Gaming kanalining obunachilari. Bugun sizlarga ko'rsatib o'tadigan dasturim kompyuterga Windows o'rnatilgandan so'ng driverlarni o'rnatadigan dastur bo'ladi. Sniper driver bo'ladi. Bu dasturni bizning Telegram kanalimiz Techno Gaming kanalida ham yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanal manzili Techno Gaming o'z. Video описанияsi yoki kanalimiz biosida ham turibdi. Albatta o'tib kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni unutmang. Bu dastur nimaga kerak? Kompyuterda Windows o'rnatilgandan so'ng kerakli driverlarni avtomatik tarzda o'zi aniqlab topib o'rnatadigan dastur bu. Onlayn o'rnatilgandan ko'ra offline o'rnatilgani bitta afzal tarafi любой время qaysidir vaqtda bo'lsa ham uстановка qilib o'rnatishingiz bo'ladi. Lekin buning minus tomonlari keladigan bo'lsak, xotirasi juda ham katta bo'ladi, chunki salkam 48 gigabaytli driver bo'ladi. Men bu driverni hammasini arxivga joylab, albatta Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Xuddi mana shu arxivni yuklab olasiz va izvili chiqib olasiz. Izvili chiqib olganimizdan so'ng bu joydan parol so'raydi. Parolni har doim Telegram kanal manzili bo'ladi. Techno tizishda Gaming. Mana shu holatda chiqarib olib, fleshkaga 64 gigabaytli fleshkaga uстановка aniqroq o'tkazib qo'yishingiz yaxshi bo'lardi. Chunki любой время Windows o'rnatib, sразу driverlarni internetdan skachet qilmasdan sразу avtomatik tarzda o'zi o'rnatib beradi. Internetdan skachet qilib o'rnatishda bitta minus tomoni bor. Har qanday brauzer, viruslar, o'yinlar, shunga o'xshagan keraksiz narsalar kompyuterga o'rnatib va og'ir nagruzka tushirib qo'yishi mumkin. Albatta men buni hamma jamlangan driverni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Albatta buni o'tib skachet qilib fleshkalaringizga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bitta minus tomoni shu juda ham katta gigabayt bu. Soni hozir men sizlarga ko'rsataman. Tak 48 gigabayt ekan, 48 gigabayt mana o'shani bizning Telegram kanalida yuklab olishingiz mumkin. Bu joyda ikkita turadi, biri 64, biri 32. 64 ni ochasiz. Bu joyda dani bosib o'rsangiz, mana driverlarni, obnovleniyalar chiqib kelgan. Buni VC'ni bitta bosib, uстановканы bitta bosib o'rsangiz, albatta uстановка bo'lib kompyuterga o'rnatiladi va bitta перезагрузка bergandan so'ng albatta keyin bemalol kompyuteringizda hamma driverlar ishlaydi. Xullas do'stlar, bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.